ikkita qutida jami 46 ta daftar bor. Agar birinchi qutidagi daftarlar ikkinchi qutidagi daftarlardan 4 taga ko'p bo'lsa, birinchisi ko'p 4 taga. Har bir qutida nechtadan daftar bor topinglar. Tez ochinglar. Savol tushunarli bo'ldimi? Ikkita qutida jami 46 ta daftar bor ekan, birinchi qutidagi daftarlar ikkinchi qutidagi daftarlardan 4 taga ko'p bo'lsa, har bir qutida nechtadan daftar bor? Tez. O'tirganlardan faragat bo'ldi. Yaxshi. Demak, birinchisidan nechta ekan? Birinchisida 25 ta, ikkinchisida 21 ta. Ikkinchisida 21 ta, birinchisida 25 ta ekan.